Barcha salom bo'lasizlar bilan Amir Shoh. Men hozir Minecraftda ko'rsatilgan ikkita bug'ni qilib ko'raman. Birinchisi Ender Dragon'ni tuxumi bormi? Ha, bu bo'lishi kerak albatta tuxumi. Ya'ni men qo'ysa paydo bo'ladigan Ender Dragon paydo bo'ladigan tuxum bormi shu? Bor bo'lishi kerak. Hozir mana shu yerga kelib olsin. Sinab ko'ramiz buni. Kelakol Ender Dragon tezroq. Voy buzib bordim, lekin bizga bu kerak emas. Ender Dragon'ni tuxumi kerak bizga. Kelakol mana kelyapti. Vo, bog bo'ldim. Hozir olib ko'ramiz. Olindi bolalar. Bu hech qanaqa mod emas, bu haqiqiy tuxum. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana qo'ydim. Mana endi ikkita Ender Dragon bo'ldi. Bu hech qanaqa mod emas, rostidan. Bu Minecraftni o'zida qilib ko'rgandim va bu o'xshadi. Ikkita. Endi ikkinchisi bolalar Minecraftda o'zini Nether'ni portalini ochsa bo'ladimi? Biz kreativdan mana hozir qo'yib ko'raman bolalar. Va ochilarkan bolalar. Yaxshi. Men bu yerga albatta kirib ko'raman. U yerda o'zimizni oddiy olamga olib kiradigan portal bor. Va oddiy Minecraftda bolalar olib ikkita Ender Dragon mana ko'rsanglar bo'ladi. Men shuni qanday Minecraftni o'zida qilishni sizga o'rgataman. Agar biza 100 taga erishsak, albatta iltimos obuna bo'linglar, 100 taga erishaylik.